siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Ben vatandaki vaqtimda ashta o'ylaydim. Hatta turmadagi vaqtimda shunda o'ylaydim. Hatta bek nafratlanib ketganman chet eldagi Uyg'urlardan. Yotgan vaqtimda nurg'unlarimizdan urug' tuqqanlari chet elda bo'lganligi uchun kirib yotdik deydi. Shunga men bek o'ylab ketibdiganman. Hammasi ashta o'ylaydi, men emas. Hammasi shularning ishi. Ular ayada o'ynatdi, biz miyada yetyapmiz deydi hammasi. Endi men miyada mening urug' tuqqanlarimmi meningdan shundan nafratlanayotganmidi? Men o'ylaydim, bu chet eldagi Uyg'urlar nima qilganda bir yo'limizda mangmamdigandi deb. Ashta o'ylab ketdim. Bek nafratlanib ketgan hatta chet eldagi Uyg'urlardan. Namoyishlarga chiqatamdigandi biz uchun. Bizning bir şey kirib yotganimizni bilamdigandi deb o'ylaydim. Men inib kelgandan yoqqa endi tushunib yetyaptim. Chet eldagi Uyg'urlarmi jim turmabdi, menmi debdi, lekin bu şov chiqdilarning. Qarg'imi kelib qo'ymasa ana. Men yaqin degan adam tutyapti deydi, o'ylab baqing. Hech kim soqqanmaydigan o'xshaydi. Bu Xudoyim osonlikni berar inshaalloh. Yarvel yeksan qo'ytamiz bu Xitoyni. Shundoq kunlarimiz kelar bir kuni.